Bu yilgi Superliga qanday o'tyapti? O'zbekiston Superligasining joriy mavsumi tomoshabob degan so'z ishlatgan bo'lardim. Sifatlash kerak bo'lsa, tomoshabob o'tyapti. Bu stadiondagi muxlislar bilan ham va translyatsiya orqali tomosha qilayotgan muxlislar bilan ham bilsa bo'ladi. Va ijtimoiy tarmoqda shunaqa fikrlarni o'qidim, ko'p o'qidim, bitta emas, bitta bo'lganda aytmasdim. Ya'ni ko'p joyda bir-biriga aloqasi bo'lmagan insonlar tomonidan ko'rdimki, aytishyaptiki, agar Yevropa futbolidagi o'sha ba'zi uchrashuvlar, masalan, deylik, Angliya Premyer Ligasi yoki Ispaniya chempionatining o'rta yoki katta afisha lekin zerikarli o'tayotgan uchrashuvlar bilan o'zbek futboli bir vaqtda o'tayotganda men Superliga o'yinini tanladim va afsuslanmadim degan shu ma'nodagi fikrlarni o'qiyapman va bu mubolag'asiz. Ya'ni ko'ryapmiz qanaqa kurash kechyapti. Bunga yetish oson bo'lmadi. Klublar albatta harakat qilishdi va harakat qilishyapti. Birinchi navbatda klublarda degan bo'lardim. O'sha OKMK jamoasining o'yini, Bunyodkorning, Nasafning o'zini baribir darajasi bor amaldagi chempion va hozir ham jadval yetakchisi va bundan tashqari pasayish bilan boshlangan Neftchi hamda Paxtakor jamoalari sekin-asta baribir pasayishmi savol tug'iladi. Savolmi bu qiziqish degani. Qiziqish tabiiyki albatta bu seziladi. Mening nazarimda juda ham qiziqarli boshlandi. Oxirigacha biz 3 ta klubni ko'rsak kerak kurashda. Ya'ni to o'sha 30-turgacha kamida 3 ta klub bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Bitta kimdir alohida chiqib ketadigan chempionatga o'xshamayapti hozircha. Shunaqa bo'lmasin ham, ya'ni oxirigacha kurash ko'rish tarafdoriman. Futbolchilar berishyapti, shunaqa umidni berishyapti. Va jamoalarni aytib o'tdim. Masalan, vodiy jamoalarida muxlislar bilan stadion to'layapti, ya'ni ko'pchilik tashrif buyuryapti. Shunga erishyapti. To'xtab qolmasin. O'sha 3 ta klubni ham aytib o'tsangiz, chempionlik uchun kurashadigan. Hozirgi ya'ni 8-turdan avval mana aytadigan bo'lsak, bu Nasaf amaldagi chempion, bu endi OKMK qo'shishimiz kerak baribir OKMK jamoasini va 3-chi jamoani vakant qoldiraman va vakant o'ringa nomzod yozib ketaman. Ya'ni 3 ta nomzod yozaman 3-chi o'ringa. Bu Neftchi, bu hozirgi holatdan kelib chiqib Bunyodkor juda yoqdi menga o'yini va Paxtakor jamoalari degan bo'lardim. Umumiy mana 5 ta jamoaning nomini aytdim, lekin masalan bunday olib qaraydigan bo'lsak, ular mavsum davomida o'rin almashib oxiriga mana shu 3tasi baribir qolsa kerak.